O'zbekistonda Antalya borligini bilarmidinglar? Hozir sizlarga Chorvoqda joylashgan oilaviy dam olish maskanini obzor qilib beraman. Bu yer sizga aniq yoqadi. Ana endi xonalarni sizga ko'rsatsam. Ketdik. Toza hamda shinam xonalar, televizor, xolodilnik, Wi-Fi va har bir xonaning o'zini sanuzeli bor. 2 kishilik xonamiz esa 800 ming so'm, 5 kishilik esa 1 million 700. Agarda siz 8 yoki 10 kishi bo'lib kottej olmoqchi bo'lsangiz, u esa atigi 2 million so'm. Kuningiz maroqli o'tishi uchun esa bu yerda oilaviy futbol, voleybol, tennis va hamda bilyard o'ynashingiz mumkin. Menga yoqqani bu yerda ochiq hamda yopiq basseyn bor va bu basseynlar kattalari va kichkinalar uchun mo'ljallangan. Undan tashqari finskaya banya va hamda turk hammomi bor. Bu yerda xonalardan tashqari bir kunga tapchan ham olsanglar bo'ladi. 6 kishilik tapchan 600 ming so'm, 10 kishilik tapchan esa 800 ming so'm. Xullas o'rtoqlar, shoshilinglar. Batafsil ma'lumotlar uchun mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Biz sizni kutamiz.